Assalomualaikum. Instagramdagi obunachilar, YouTube'dagi Shavat Avto kanali obunachilar. Do'stlar, sizlarga bugun navbatdagi reklamamiz Damas bo'ladi. 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Ko'rishingiz mumkin. 2022-yilning 2-oyida ishlab chiqarilgan. Holati zo'r, kraskalar 100% radnoy. 4 dona paket balon qo'yilgan. Metan gazi bor. Holati zo'r, yurgan probeg ham do'stlar, 57.000 kilometr chist o'zini yurgan bu Egedan. Video registratorlari bor. Holati zo'r holatda o'tdi. Orqa aynalar tarafga qilingan. Chexol, polik, nilonium hamma narsasi bor. Tayyor avtomobil. Ko'rishingiz mumkin. Holati zo'r. Do'stlar, bugun 1-mart. Bahorning 1-kuni bozorga chiqdi bu avtomobil. Bozorda olib sotildi. 60 million so'm so'radi, berilmadi. 60 million so'm, 65 million so'm narx aytamiz. Sal qaytib beramiz bo'lsa, srochniy sotiladi. Pul zarurchilikdan sotiladi do'stlar. Shuning uchun kime qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, haydaydigan insonlar do'stlar, zo'r avtomobil. 2022-yil 65 million so'm narxi do'stlar. Srochniy sotiladi. Like bosamiz, videoni Damas izlaganlarga tashlab qo'yamiz do'stlar. Holati cho'tki holatda, yurgan probeglar ham halol, kraskasi ham radnoy tekshirtirib olaverasizlar. Bemalol. Damasimiz Xorazm viloyati Shovot tumanida turibdi. Bemalol pastda egasini, prямо eganing nomerini qo'yib, bemalol aloqaga chiqib, kelishib olsangiz bo'ladi. Hammaga omad, like bosishdan chiqmasin.